o'zi mana shu joyga Alloh o'zi aytib qo'ygan. Kim yashashligini. Bunga biz harakat qilsak ham, boshqa harakat qilsak ham, kimni o'rtaga qo'ysa ham baribir iloji yo'q. Alloh tanlab olganlari haqiqiy, chunki bu sof niyat bilan boshlanganda. Agar maqsad g'araz bo'lsa aytaveramiz. Blogerlarda sohasini ham o'g'irlab qo'yadi. Ha, shuni Kamerani ham ushlab turibsiz, qoyillik. Mana bilyaptiki, Allohning haqqidan bandaning haqqi ulug' turadi deydi-da ulamolar. Alloh ehtiyoji yo'q. Biz o'zimiz uchun namozimiz ham, hajimiz ham, boshqa amallarimiz ham. Lekin banda bilan bandaning o'rtasida haq qolib ketsa, Alloh aralashmaydi, garchi u shahid bo'lsa ham degan. 4 mingtani Hoji bobo o'raldi. Siz nechta dedingiz? 7 mingta. Menga o'xshagan ekanda. Sizlar ulug' zotlardanmi? Menga o'sha ustozimga o'g'ri bo'lgan deb bir hisobdagi o'g'ri bo'lganki, men mana shu nima Assalomu alaykum. Mansurbek o'z kanalini kuzatib borayotgan obunachilar, suyuklar, sog' salomat bo'lsizlar. Biz mana bundan oldingi videolarni ko'rgan bo'lsanglar kerak, Sohibjon qora akani juda kutdik, keldilar va nihoyat. Chunki bu yerga qadam ranjida qilishimizdan oldin rosa rejalashtirdik. To'g'risi gapda 25-da boshladinglar. Hozir mana o'sha 20 kundan o'tib qoldi. Albatta. Shu asnosida o'sha tomni deyarli bitkazishyapti, endi yopish nimalari qolibdi. Bu videolarni ham ko'rdinglar, yana o'zlari bilan bir qator tushuntirib ko'rsatib o'tamiz. Endi bilasizlar, bitta proyektni, bitta xonadonni ikkitagina xona qilib, bitta hojatxona, bitta oshxona qilib, bitta oilaga topshirishi o'zi bitta katta narsa. Lekin bu yerda 114 ta xonadonni bu bitkazib topshirish bu juda ham katta narsa. Hozir bu yerda bitta bo'limi hozir deyarli tayyor bo'lyapti. Bu kadroslarda. Hozir shunda necha xona mana shu tomon? Hozir endi bizda bitta qoida bor, 3 podyezddan iborat. Bu hozir birinchi podyezda turibmiz. Demak, birinchi podyezdda o'zida 20 ta xonadon bo'ladi. Mana hozirgi birinchi qavatimizda 4 ta xonadon. 4 ta xonadon. Bittasi 3 xonalik, qolgan 3 tasi 2 xonalik. Endi 5 qavat bo'lgandan keyin 20 ta bo'ladi. Nargi podyezdimizda ham 20 ta, nargisda. Demak, 60 ta mana shu joyda o'zi xudo xolasa birinchi bosqichimizda tayyor bo'ladi. Ikkinchi bosqichimiz nargisi. Hammasi 114 ta yetim bolalarniki bo'ladi. Qur'oni Karim suralariga moslangan. Qolgan 6 tasi ortib qoladi. 6 tasi nogironligi bor yo boshqa yo'nalishdagi nimalarga mo'ljallaymiz. Lekin 114 tasi ayni yetim bolalarga o'sha Qur'oni Karimda zikr qilingan, hadis sharifda zikr qilingan eng savob bo'lgan yetim bolajonlar uchun qurilyapti turgan inshoot. Ilohim boringizga shukr. Boringizga shukr. Xudo xolasa endi mana o'zlaringiz ko'rdingizlar, shamol o'ta shiddatli, juda ham qattiq kelyapti. Shuning uchun tepalarni ko'rsata olmayapmiz, lekin deyarli hozir aksariyat nimalarimiz tayyor bo'lgan. Mana ko'rishimiz ham mumkin. Bundan chiqarilgan narsa. Marhamat. Va eshiklari ham qo'yilgan. Mana xona. Hozir 2 xonaligimiz ekan bu. Ikkinchi holati ham 2 ta xona va bunisi oshxonamiz bo'ladi. Oshxona. Va bunisi o'sha hammamiz bilgan tahorat hojatxona va hokazolar. Xolasa 3 xonaligisi nargisi. Mana shunday holatda davom etaveradi. Mana buni gipsokarton bilan qo'yganmiz. Buni sababi bor ekan, bir qancha. Sababi yozda o'ta sovuq ishlaydi, qishda issiqroq bo'ladi. Suvoq qilsa ham bo'ladi, lekin shu variantda munosib ko'rildi. Hozir shunda obunachilar ko'rayotgan bo'lsanglar, mana bu devorni ortida pishirishda qilingan, keyin bir qator gipsokarton qadab turib, keyin rodbini qilindi. Xuddi shunday. Xudo xolasa juda mukammal qilib, hammasi birdek bo'ladi, biri ochiqcha, biri unday bo'lmaydi. O'sha aytilgan me'yorda bemalol shunday kelib yashaydigan darajada topshiriladi xudo xolasa, mukammal qilib. Hammalari endi xudo xolasa o'sha finalga taklif qilamiz inshaalloh. Inshaalloh. O'sha niyat qilganmiz, tuya so'yamiz deb, o'sha niyatda hali ham o'sha niyatdamiz. Chunki obunachilarimiz, sizga o'xshagan birodarlarimiz ko'p nimalarda hissasi bor. Endi biz faqat bu yerda xizmat qildirdik xolos ularda. Hech kimni mehmon qilganimiz yo'q. O'sha kunda xudo xolasa biz xizmatda turamiz. Sizlar mehmonda bo'lasizlar inshaalloh. Mana shu Bog'dod tumanini shu mana Sohibjon qora aka eng katta masjidni xati bo'lib hisoblanadi. Shu borasida ham masjiddan o'zlarini vaqtlarini ajratib, bu ham bitta
qanday tushuntirsa bo'ladi? Masjid qurgan bilan barobar narsada endi bu ham bir xonadonni bir kishiga topshirganingizdan keyin bu to buzilib ketgungacha bu yerda odamlar yashaydi, ham savoblari yetib boradi. Xuddi shuni singari narsani o'zi bino qurib, oilalarga topshirish, hali bu juda katta ishlarni oldinda kutib turibdi. Lekin ancha qismini o'zi bajaribsizlar. Inshaalloh. Shuncha kishi bilan, shuncha musulmon ahli bilan. Bu juda ham katta ish. To'g'ri aytib o'tdingiz. Mana hozir bizda xalqimiz masjid qurishda savobini juda yaxshi biladi. Qon-qonimizga singib ketgan masjid eng tabarruk maskan Allohning uyi deyiladi. Lekin bitta qoida bor, ko'pchilik bilmasa kerak buni. Yetimga boshpana qurish masjidda savobidan ham ko'proq degan. Nimaga degan savol bu. Alloh bizga qurib bergan masjidimizga muhtoj emas. Lekin o'sha uysiz yurgan bolajonlar bu dunyoning hayotiga, ya'ni bu maskanga muhtoj. Chunki ular ijarada yashayapti. Otalarini yo'qotgan, uylaridan chiqarilgan, ba'zi bir nimalar nima desak bo'ladi. Ba'zi bir insonlar shu darajaga yetdiki, akasi o'lgan insonni bevasi bilan birga jiyanlarini uyga da'vogarlik qilmasini chiqarib yuboradi. U otasini uyiga bora olmaydi. Otasini uyida ham shu ahvol. Oxiri ijara topib, kimlardir shiparlarda, kimlardir ijara yurib, qiynalib yashayapti. Shuning uchun biz aytmoqchimizki, ular juda ham ehtiyoji bor shu narsaga. Lekin Alloh azza va jallaning hech narsaga ehtiyoji yo'q. Alloh somad deymiz. Shuning uchun o'tganda ham, janozada ham hatto hech kim so'ramaydiki, namoz o'qiganmi, roza tutganmi, hajga borganmi. Allohning haqqini ular so'ramaydi. So'raydigan narsa kimda qarz qolgan bo'lsa, kim kafil bo'ladi. Mana shundan ham bilyaptiki, Allohning haqqidan bandaning haqqi ulug' turadi deydi-da ulamolar. Alloh ehtiyoji yo'q. Biz o'zimiz uchun namozimiz ham, hajimiz ham, boshqa amallarimiz ham. Lekin banda bilan bandaning o'rtasida haq qolib ketsa, Alloh aralashmaydi, garchi u shahid bo'lsa ham degan. Shahid bo'lsa ham o'rtaga tushmaydi-da birovning haqqiga. Shuning uchun mana bu bandaning haqqi juda ham ulug' turadi. Bizda mana oldingi ota-bobolarimiz ham eskitdan yetimning haqqidan qo'rqqan. Yetimning haqqi kechirilmaydi deydi. Bu juda og'ir. Yetimga boshini silaganga qancha sochi tekkan bo'lsa qo'liga o'shancha gunoh kechiriladigan va'dalar bor. Shuning uchun buni savobini til bilan ta'riflab bo'lmaydi. O'shaning uchun siz aytgandek, o'zi imomlarga hamma narsa yetarlicha vazifa bor, lekin shundan ortiq bu kelishdi sababi kimlardir o'ylashi mumkin, shaxsiy manfaat yo'q. Shaxsiy manfaat bu aslida. Yerda eng katta savob bo'lgan, ajr bo'lgani uchun shunga bir joni jahdimizda ajratyapmizki, Xudo xolasa qiyomatda bilinadi bu masalalar. Niyatimiz o'sha gunohlarimiz kechirilib, mana shu payg'ambarimiz bilan birga bo'lish hammaning orzusi. Kitoblarda o'qigan, sirat kitoblarida o'qigan, oyatlarda eshitgan masalalarimizda ana haqiqiy hayotda o'sha abadul abad hayotda Rasululloh bilan yonma-yon tursak, o'zi kifoya. Chunki Rasulullohning o'zlari ham yetim bo'lganlar. Shuning uchun yetimlar haqida hadislar, Qur'on oyatlari juda ham ko'p keladi. Juda ham ko'p. Shuning uchun maqsadimiz bu yerga bevalarga emas. Ko'pchilik tushunmayapti. Beva ayollar, ajrashganlar ham kelib biz ham haqlimiz. Bizniki ham u yetimga kirmaydi. Yetim deb kimda aytadi desa, otasi vafot etishi kerak. Otasi vafot etgan. Chunki bu nafaqa otaning bo'ynida-da, onaning bo'ynida emas. Onasi o'tgan ham yetim bo'lmaydi. Chunki otasi bor. Otasi vafot etib, qiz bola bo'lsa 9 ga to'lmagan, o'g'il bola bo'lsa 12 ga kirmagan bo'lsa, o'shalar haqiqiy yetim. Agar balog'at yoshiga bir kun bo'lsa ham yetsa, yetimlikdan chiqadi. Chin yetim shunday bo'ladi. Haqiqiy yetim shunday bo'ladi. Shariatdagi yetim. 20 ga kirganlar ham yetimman deyapti, 30 ga kirganlar ham yetimman deyapti. Juda ko'p qarorlar ko'pda bu joyga hozir. Shunaqa holatlarni biz ham eshitib qoldik. Mana endi sizdan yanada oydinlik kirityapmiz. Shuning uchun Xudo xolasa biz bitirgandan ko'pchilik o'ylayapti, qanday taqsimoti yo'q. Taqsimotda o'ylab qo'yganmiz buni o'sha o'qishga oliygohga qanday hujjat taqdim qilsa bizga ham bitgandan keyin salomani 100% bitirib olganimizdan keyin hujjat qabul qilamiz. O'lim haqidagi guvohnoma, zakaz va haqiqatan ham uysiz nechadir yildan beri uysiz yashab turganligi haqida hujjat, bir qancha nimalar bor. O'shalarning ichidan saralab olamiz. Ularni ham hammasi 100% mingta topshirsa hammasiga topshiradigan, ularni ham ichidan saralab olinadi. Eng muhtojlarni ball sistemasi, adolat bu joyda. Hech kimni o'rtasiga inson zotaligi nima, shaxsiy nima aralashmaydi bu joyda. Chunki Xudoning oldidagi mas'uliyatimiz, hatto biz ham aralashmaymiz. Bunga o'sha tuzilgan komissiya bilan eng adolatli holatda Xudo xolasa joy-joyiga qo'yamiz va topshiramiz. Mana juda ko'pchilik bilar, balkim bilmaydigan obunachilar ham bordir. Sohibjon qora aka 8 jannat
xonadonni ham ya'ni qilganlar shunda ham juda haqiqiy nimalardan topilgan shunda ham 8 jannat uylar ya'ni 8 ta xonadonni shunda topshirilgandi. Buni endi biz obunachilarimiz ichidan yangilari ham bor, ko'rganlar ham bor, ko'rmaganlar ham bor. Bu holat ham ajoyib bo'lgan-a. Endi Allohning izni bilan bo'lgan. Allohning izni bor bilan. buni ichida. Men to'g'risi o'sha kechasi siz kelgansiz, o'sha kecha ertasi kuni final bo'lish kerak. O'shandan bitta xonadon ochiq qolganda. Allohdan so'rab turib, chunki ma'qul kelmagan ko'plari, variant ko'p edi. Oxirida o'sha tong otdi. Tong otgandan keyin yigitlar aniqlashib keldi, bitta opani ko'rsatishdi. 2 oylikmi adashmasam yo nechadir oylik chaqalog'i bilan qolganda, shunaqa qiyinchilik lekin murojaat qilmagan u. O'sha 2 soat oldin meni finalga olib kelishdi, 2 soat oldin hali bo'lgan. Xudoning qudratini aytmoqchimizki, azizlar, o'zi mana shu joyga Alloh o'zi aytib qo'ygan. Kim yashashligini. Bunga biz harakat qilsak ham, boshqa harakat qilsak ham, kimni o'rtaga qo'ysa ham baribir iloji yo'q. Alloh tanlab olganlari haqiqiy, chunki bu sof niyatdan boshlanganda. Agar maqsad g'araz bo'lsa aytaveramiz. Juda ko'pchilik nimalardir va'da qilgan, nimalardir qilgan, mayli karotka holat bo'lsa o'zimiz bitirib u to'g'ri kelmaydi. Mana hozir ko'rib turibsiz, qanaqa qiyinchilik bilan ketdi. Aytgan agar shaxsiy manfaatdan yo nimadir evaz aralashib qolsa, buni keyin tiklab bo'lmaydi. Chunki g'arazli narsa aralashgan bo'ladi, dunyo ehtiyoji aralashib qolgan. Kimdir nimagadir evaziga "Mana ishimni bitirib bersangiz, men sizga manoncha ehson qilaman" desa ham, u ehson qabul emas. Masjidda ham xuddi shu yo'nalishdamiz, bu masalada ham shunday, xuddi shunday. Ehson qilsa Allohga shart qo'ying, Alloh uchun beriladi. Nimadir shart qo'yilmaydi. To'g'ri. Mana shu narsani haqiqatdan juda ham qattiq ushlaylar, chunki men o'zim guvoh bo'lganman. Pinhona ehsonlar ham juda ham ko'p. Hattoki video qilib chiqarmagan xonadonlar, hovli uylarga borib qandaydir uylarni qurib berib topshirganlari, videolarda ko'rsatilmaganlari ham men o'zim kelib juda ko'p finallarga mana shu Bog'dod tumanining o'zida bilmayman 50-60 ga yaqin qurdingiz shekilliga xonadonlarni. Bundan tashqari, katta proyektingizdan tashqari. Fazli bilan endi ko'pchilik yordamidan qilingan, lekin aytganingizdek bitta hatto surati ham yo'q nimalar bor. U nimaga topshirish haqida tursin, suratga ham olinmagan. Chunki Alloh kitobida pinhona ehsonni ham aytgan, oshkorani ham aytgan. Pinhonani ham qilish kerak, ehsonni, oshkorani ham qilish kerak. Pinhona nima uchun qiladi desa, maxfiy tutiladi. Oshkora nima uchun qiladi desa, boshqa sizga o'xshagan bilmagan boshqa uzoq-uzoqdagilar tushunmaydi, qayerda nima bo'ladi, joyini bir. O'shalarga bir ibrat uchun, da'vat uchun qilinadi. Chunki shariatda oshkoraga ham ruxsat, pinhonaga ham ruxsat. Chunki ikkalasini ham aralashtirib qilib turiladi endi bu masalada. Aralashtirib qilib turiladi. Ko'rdinglar, endi mana xonadonga bitta kiramiz. Bu ham deyarli bu 2 xona. 2 xona. 3 xonaligini qaysi? Mana nargisi 3 xona. Bunisi hali hozircha bu yerda o'tirib turilibdi. Bo'lingan yo'q, chunki buni hozir hasharchilarimiz taom qiladigan, nima boshqa qiladigan, o'tiradigan joyimiz bo'lmagani uchun chetdan foydalanib, bu ham xuddi shunday 2 xona bo'ladi. Mana 3-chi xona. 3 xona mana to'g'ri bo'ladi. Tepada tutgani bor. Tepada tutgani bor. Tevada butgan holatlarini ham bundan oldingi videolarda ko'rmagan bo'lsanglar ko'rishingiz mumkin. Xo'p, bu yerda asosiy hozir tom qismiga ketyapti. Hozir asosiy tomga keldik. Qolganlari unchalik emas. Biz hozir tomda eson-omon yopib olsak, yomg'irlardan qo'rqyapmiz to'g'risi. Chunki qilgan ishlarimiz xabat bo'lib qolishi mumkin. Shu tomni to'liq bitkizib olsak, noldan yana birinchi qavatdan boshlab bir yo'la berkitib ketamiz hammasini. Eshikni berkitib. Tayyor kiradigan qilib ketamiz. Shunaqa niyatlarimiz bor. Asosiy tom qismi. Endi tom qismini ham siz ham mana imorat qurgansiz. Shu tomni o'ziga ketadigan mablag' 3 ta hovli joyida bemalol 3 ta xonadon deganida. Hozir mana shu domga, shu domni tomini o'ziga ketadigan xarajat eng kamida 3 ta hovlini eng zamonaviy holatida topshirilgan bilan barobar. Shuning uchun hurmatli obunachilar, ko'rayotgan bo'lsanglar, kimni qancha hissasi bo'lsa, hissasini qo'shib mana shu kommentariyada qo'yib qo'yaman hamda videoni ostida ham qo'yib qo'yaman. Ekranda ko'rayotgan telefon raqamlariga ham qo'ng'iroq qilib, bemalol kimki o'zi kelib turib ehson qilmoqchimi yoki bo'lmasam qandaydir kartalarga kimdir nomidan o'tkazib yubormoqchimi, o'shalarga aloqaga chiqib nima qilishingiz mumkin. Chunki bu yerda juda ham katta ishlar hali bor. Hattoki bu yerda har bitta mana shu panellarni ham
bron qilishganlar bor. Ha, albatta. Bron tomnikini shunday qilishdi. Boshlanishdi, spiskalarni yozib qo'yibsiz. Misol ko'rdikda o'sha kommentariyada videoni ostida hammasini yozib qo'yilibdi. Palonchi pistonchi ikkitasini bron qildilar, palonchi pistonchi bittasini, kimdir 5 tasini. Shunday qilib bron qilib, mana shu holatgacha keldi. Bu yerda taqsimot yo'q. Kimdir meni katta summam yo'q, men unchalik ehsonga noloyiq insonman deb o'zinglarni nima qilmanglar. Har bir inson endi meni bilishim bo'yicha kerak bo'lsa har kun ehson qilish kerak. Bu ehson miqdori chegaralanmagan. 1000 so'm ham ehson, misol 5000 so'm ham ehson. Keyin imkoniyatiga qarab, qanchalik darajada katta imkoniyati bo'lsa, shunchalik darajada ehson qilsangiz, albatta bu narsa bu dunyo uchun emas, u dunyoga, abadiy dunyoga borganda o'sha yerda mana shu narsalarimiz bizga ya'ni asqotadi. Endi biz ham ko'p narsalarni eshitganmiz, endi sizni darajangizda albatta farzandlaringiz ilohim yetishsin, duo qilib tursangiz, xudo xolasa farzandlarimdan sizga o'xshab qora aka va qoriya qizlardan bo'lsin. Ilohim. Rahmat sizlarga ham shunchalik vaqt ajratib mana shamol bo'lishiga hozir tashqariga chiqqan odam hijolat ko'zni ochib bo'lmaydigan darajada shu holat. Qattiq shamol. Rahmat sizlarga shunchalik kelib shu yetim bolajonlarni maskani uchun mana vaqtlaringizni sarflab keldingiz. Alloh rozi bo'lsin. Obunachilaringizdan ham hammalarini xonadonlarga Alloh fayz bersin. Ularda ham yaxshi niyatlari bor. Bir inson, mo'min, musulmon odam baribir go'zal niyatlar bilan intilib yashaydi, umid qilib yashaydi. Hammalari inshaalloh eng muqaddas shahar bo'lgan Ka'ba-i Muazzama Madina-i Munawvaraga rizq nasibidan qo'shsin. Ota-onalari bilan, farzandlari bilan borsin va yaxshi niyatlari bor. Farzandlarimni o'qitmoqchiman, oliygohga kirgizmoqchiman, mana bu sohani mutaxassis qilmoqchiman degan niyatlari bor. Oliygohlarga ham eng oliy o'rinlarda kirishlikni Alloh nasib etsin va zurriyotlardan siz aytgandek ahli Qur'on, qoriya, xalqimizga, dinimizga yaxshi xizmatlarda qoyim turadigan insonlarni Alloh sanog'ini mana shu obunachilarimizni qatorida ham ko'paytirsin ilohim. Ilohim aytganingiz kelsin. Endi bu yerda hurmatli obunachilar juda ham katta xizmat qilayotgan Rustamjon To'g'ano'g'ay aka borlar va yana bordilar, hozir ketib qoldilar. Zokirjon bor. Zokirjon bor. 4000 ta g'ishtni bemalol uradigan. O'tgan safargi hatto videolarda iqrog'izga shunday o'tsanglar ko'rasizlar. 4000 ta g'ishtni bemalol uradigan Rustamjon hozir bizga yana raqibam chiqdi. Agar 4000 tani ursak musobaqa qilasizlar deyapti. 4000 ta ursalaring Qo'chqar mendan degan yigitlarimiz ham. Shuni eshitdik. Albatta musobaqa bu yerda bo'ladi, hurmatli obunachilar. Ya'ni mana musobaqa bu akamlar bilan katta usta Namangan juda ham ko'pchilik taniydi va Rustamjon aka. 4000 ta. Bu o'zi katta usta ekanlar bular. Bu mana shu yerda noldan boshqarayotgan. Endi bu yerda ikkalanini o'tdinglardagi narsa 4000 tani Hoji bobo o'rallar, siz nechta dedingiz? 7000 ta. 7000 taga holatda tushuntirib o'tildi. Bu holat faqat Iqro.uzda kanalda ko'rishingiz mumkin. To'g'rimi? Endi 3 ta qo'chqor tanlab tushulamaydi. Bu albatta raqobat bo'lsa yaxshi bo'ladi. Sababi nima deydi? Sotsialistik musobaqa deb yuritilardi bir paytlarda. Biz endi sotsialistik bo'lmasa ham imom bilan qilinib turgan musobaqa deb hisoblaymiz buni. Xudo xolasa, nima deysiz? Endi buni dalilini ham aytib qo'yish kerak. Misol uchun musobaqa qilyapti, qayerda bor desak, Qur'oni Karimda keladi. Alloh taolo aytadiki, Estaizu billah, fastabiqul xayrat dedi. Bas xayrli ishlarda musobaqa qilinglar. Bu joyda yetimlarni uyi tezroq bitishi uchun qilinib turgan musobaqa shariatdagi bor musobaqa. Bu uy qurish, mashinada zo'rini minish, ust-boshda zo'rini kiyish musobaqasi u shaxsiy. Lekin mana bu ko'pchilikda manfaati uchun Xudo rozi bo'ladigan xayrli ishdagi musobaqani Alloh rozi bo'ladigan va Alloh maqbul qabul qiladigan va Habibimiz orzu qilgan va sahobalar shunga erishgan musobaqalar. Ana kim sahobalardan birinchi bo'lib ochti taom
to'ydirishlik musobaqasi bo'lardi. Kim birinchi nimalarni masjidga g'isht qo'yish masalasida yoki erta kelish masalasida yoki kim ko'proq kasalni bemorni ko'rish masalalarida sahobalar bellashardilar. Endi hozirgi zamonimizda azizlar unaqa bellashadigan masalalardan eng zo'ri mana hozir imkoniyatimiz bor. Yetim bolajonlar uchun qurilayotgan turgan ishda musobaqa bo'lsa, yana ham rag'bat bo'ladi. Zurriyotlardan ham xuddi shunday insonlar chiqadi. Eng asosiysi bu ish tezlashadi, boshqa mu'minlar ham qiziqadi shu ishga. Boshqa dunyoviy ish bilan mashg'ul bo'lib musobaqa qilib yurgan insonlardan ko'ra mana buni savobi ko'proq bo'ladi. O'shaning uchun bemalol musobaqalashavermayman. Belli baquvvat qilib, Siz qaraman demang. Bemalol harakatlashamiz. Xolis umrda rizqlarimizni ulug' qilgan bo'lsa, qo'lolashib hammaga ko'rsatkazamizmi? Bular bu kishi 70 yoshni qarshilaganda, bu kishi hali 50 ga bormaganlar. 75 ga kirgan pasobligimni olib kelaman. Komandangizni olib kelaverasiz. Komanda endi Mansurbek Uz, Mahmudjon, Novoy. Endi shu yerda o'zlari yo'q-ku, lekin o'sha odamni nomidan gapirsa ham bo'laveradigan juda azamat bir dilbar yigit bor. Namangandan mana katta ustakam, Farg'onadan mana Muhammad Vali, men janoblari Abdurahmon degan andijonlik ustamiz ham bor. U kishimga ham qo'llariga Allohim shunaqangi barakatlarni bergan, shunaqangi go'zal ishlarni bergan. Bir telefon qilib qo'yamiz, agar mana biz ham sherik sizlarning musobaqalaringga Alloh yo'lida desa, yanada qiziqroq bo'ladi. Mana shu yo'q betondan chiqib, podvaldan chiqadi-ku. Vodiy bo'yicha O'shanda uyushtirsak, 4 ta budjetdan boshlaymiz. To'g'ri bu. Biz endi sizlarning iqtidorlaringni kechroq bildiklar. Rustamjon bo'lgan iqtidorni keyin yutganlar. Yo'q, vali bilishdi-yu, nimani e'tibor bermamiz. Nima deydi? Ahamiyatsiz qoldi-da men. Shu yoshda ura olarmidi degan nima ketib qolgandi. Qoyil. Ilohim umrlari uzoq bo'lsin. Chetda urgan oldik biz ham o'sha urushda. Hali ustab yura olganmiz, lekin duo olingan yo'q. Shu yerda o'rgandik. Shu yerda o'rgandik. Endi Omar Rustamjon akani qilayotgan ishlarini ko'rib, hamma shevlab ketadilar. Men bir borgan joylarni ko'raman, juda qarovsiz joyi. Bir haftada obod qilib gulday qilib qo'yadilar. Gulday ekib, gulday qilib qo'yadilar. Lekin ko'pchilik tushunmasligi mumkin. Ko'zim bilan ko'rgan voqea, markaziy masjidimizda yangi qurilish bo'layotib turganda, Tug'ilmasboy aka Buvaydadan professional g'isht bo'ladimi, svarka ishi bo'ladi, nimaiki kanalizasiya hammasini biladigan odamlar, lekin u savod degan narsa yo'q. Misol uchun hech qayerda bitirmagan, bir ustani mahkam ushlamagan, oxiri qiziqib so'radim. Aka, siz bu masalani ustani mahkam ushlamagan bo'lsangiz, bu o'stan o'sga qoidalari bor, boshqa nozikalik ilmiy nimalar bor, qanday bilasiz? Xuddi arxitektor bilan ham bemalol bellashadigan darajadasiz. Savol berganimda bu ulug' zotning duosi. Hech narsani bilmasdim. Bitta duoni chiroyli qiladilar, g'ishtni o'shandan boshlab urishni boshladi. Shu tug'ma Alloh taolo tomonidan berilgan iste'dod ham bo'lar ekanda. Menga o'xshagan ekanda. Sizlar ulug' zotlardanmi? Menga o'sha ustozim aytgan o'g'ri bo'lgan deb bir insofdagi o'g'ri bo'lganki, men mana shu nima siyitlarni montaj qilyapman. Men qilib turgan narsani o'g'irlar. Yaxshi ma'noda. Uryaptimi? O'sha insonni o'sha ishni o'g'irlar. Sirini. Hunarda o'g'irlar. Hunarini. O'sha insonlarning gapi bilan hamma ishni qildik. Yana qoyil qolganim bitta narsa bor sizga. Mana hozir so'z isboti blogerlarni sohasini ham o'g'irlab qo'ydi. Ha, shuni aytdim. Kamerani ham ushlab turibsiz, qoyil lekin. O'sha sirasi o'g'irlash nimalari bor ekanda. Bor ekan. Bu o'g'irlik anaqa qo'shtirnoq ichida bo'ladi. Qo'shtirnoq, ha. Qoyil. Ustozni aytganini qilar ekanlar-da. Lekin maza qildik, mana suhbatlashib, anchadan beri ko'rishganimiz yo'q edi, zo'r bo'ldi. Rahmat sizlarga hammalaringga. Sog'inishib qolganmiz aka, ancha dildan suhbatlar bo'ldi. To'g'ri. Endi bugun ko'p marotaba aytdim, juda ham katta niyatlar bilan kelgandik-ku, lekin unga addenli kelar ekanmiz. Ob-havolarimiz mana ko'rayotgan bo'lsanglar, hali ham chang to'zon,
hamma yoqlar shamol bo'lyapti, bekitib qo'ydik. Hattoki derazalarni. Xo'p, endi mana shu ko'rayotgan insonlarni, barcha musulmon ahlini chiroyli qilib bir duo qilib qo'ysanglar, juda ko'pchilik insonlar bor duoga muhtoj. Kimdir farzand talab va kimdir ish yurishmayotgan, kimdir xullasi bu yerda juda ko'p insonlarni har qanday o'zlarini talablari, ya'ni Allohga sizlar tomonlama orqali bo'lsa ham yetkazadigan bir duolaringiz bo'lsa, shu duolarni chiroyli qilib qo'ysanglar, o'sha orqali xursand bo'lib qolishardi. Ayniqsa safarda yurganlar. Safarda, musofirdagilar juda ham ko'p ko'rishadi. Musofirdagilarni ham bir chiroyli duo qilib qo'yasiz. Duosidan bo'ladi. Shu yerda bitta narsa aytib qo'yishim kerak. Osiyo ustida bo'ron degan kinoda Yusuf Yalantosh kurashga tushgani chiqatdagi nima deydi? O'g'lim Soqolovda og'ini hurmat qil deydi-ku. Musobaqada sal aqabaga qarab. Yo'q. Endi duosizlar. O'shancha adolat bo'lyaptiki, siz 4 mingta urib berasiz, bari 7 ming dollar o'sha bilan tenglashasiz. To'g'ri. To'g'ri. Yordamga o'tamiz, diqqat qiling. Oh. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillah. Vassalatu vassalamu ala Rasulilloh sallallohu alayhi va sallam. Mehribon Robbimiz, ojiz qo'llarimizni seni buyuk dargohingga ochdik. Noumid qo'yma. Gunohlarimizda afv va mag'firat ayla. Loyiq bo'lmasaydi seni ulug' muborak dargohingga qo'llarimizni ochdik. Parvardigoro, o'zing va'da bergansan. Ud'uni astajib lakum, menga duo qilinglar, men duolaringni qabul qilaman degan va'dangga ishonib qo'llarimizni ochdikki, noumid qo'ymang. Butun dunyo mo'min musulmonlarni o'zing ofiyatda saqlagin. Xossatan bu obunachilarimizni safarda yurganlari bo'lsa, hazarda yurganlari bo'lsa, hammalarini Parvardigoro safarlarni xayrli qil, barokatli qil. Nima niyat maqsudlari bo'lsa, shariatingga monand niyat va maqsudlarni afzallarga yetkazdir. Ishlariga, kasb-korlariga, mol-jonlarga barokat ber. Parvardigoro xonadonlarda doimo kalomingda nurini munavvar ayla. Taraflardan o'tib ketgan umidvorlari bo'lsalar, barchalarni Parvardigoro ruhoniyatlarini shod et, mamnun et, qabrlarni keng va yorug', yotgan manzil makonlarini jannat bog'laridan bir bog'cha qil. Xonadonda voyaga yetib turgan farzandlarni baxti kamolini ko'rishliklarini Alloh nasib et. Kelajakda diyonatlik, iymon, e'tiqodlik, xalqimizda yaxshi aziz farzandlari bo'lib, kamol topmoqliklarini Alloh o'zing nasib va muyassar ayla. Turli xil shikastalik, ofat, yomon nazar, bedavo dardlardan o'zing panohingda saqlagin. Hajga tayyorgarlik ko'rib turganlarga haj safarlarini, muqaddas haj safarlarini Alloh o'zing nasib et. Xossatan Parvardigoro, ota-onalari borlarning umrlariga Alloh baraka ber. Farzand nabiralarga bosh bo'lib yurmoqliklarini nasib va muyassar qil. O'tib ketganlarni o'zing rahmatingga ol. Parvardigoro, farzand talabida yurgan qancha aka, uka, opa singillarimiz bor. Bularga tez fursatlarda dunyoni ziynati, oxiratda halovati bo'lgan muborak solih va soliha farzandlarni ato qilib, ko'zlarini tez fursatlarda quvontirgin. Parvardigoro, shu kunlarda boshlariga og'ir musibat tushib turganlari bo'lsa, musibat va tashvishlardan forig' qil, umr rizqlariga baraka ber. Parvardigoro, oliygohlarga hujjatlarni taqdim qilib, hozirgi kunda turli xil holatlarda o'zlarining ustilarida ishlab, ilmni ko'paytirib turgan yoshlarimizga sabr ber, toqat ber va tez fursatlarda imtihonlardan salomat o'tib, yuzlari yorug' bo'lib, eng oliy qatorlarda ilmi tolib va toliba bo'lishlik sharafini Alloh nasib va muyassar aylagin. Xossatan bu aziz obunachilarimizda hammalarini nima niyatlari bo'lsa, shariatingga monand niyat va maqsudlarga yetkazdir. Parvardigoro, oxiratda esa hammalarimizda Habibingni atroflarida, jannat dasturxonlarida buyuk sahoba ikromlar bilan birga jamlanishligimizni Alloh nasib et. Butun dunyo mo'min musulmonlarga, xossatan go'zal diyorimizdagi mo'min musulmonlarga ham doimo tinchlik, ofiyatni nasib et. Go'zal diyorimizda turli xil aroziy va samoviy balolardan o'zing panohingda saqla. Oqibatlarimizda xayrli va xotimalarimizni go'zal qil. Va sallallohu alayhi va xalqihi Muhammad va ala alihi va ashabihi ajma'in bi rahmatika ya arhamar rohimin. Yashang, tanjoy sog' bo'lsin, umringiz uzoq bo'lsin. Rahmat sizlarga obunachilar, qo'llashda davom etinglar. Sog' bo'linglar.